Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar va bizni kuzatib borayotgan obunachilar. Mana 2025-yilda yakunlanishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Bugun sizlar bilan Unik akademiya o'quv markazining yillik sarhisobi bo'yicha aniq natijalar, real natijalar va aniq raqamlar bilan sizlarga bo'lishamiz. Yil boshida biz katta mas'uliyat bilan, katta reja bilan, strategiyalar bilan ish boshlaganmiz. Ya'ni ota-onalarda ishonch muhitini yaratish, ta'lim sifatini oshirish, tajribali ustozlarni barqarorligini ko'paytirish. Keling biz sizlar bilan shular haqida gaplashamiz. 2024-yilda filiallarimiz soni 2 ta, faol ta'lim olayotgan o'quvchilarimiz soni 678 nafar va shuningdek jamoadagi ustozlarimiz soni 19 nafar edi. Ana endi keling bu yil qancha o'sish ko'rsatkichiga ega bo'ldik va qancha rejalarimiz amalga oshganligi haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi kunga kelib Unik akademiya o'quv markazi 3 ta filialda 950 nafardan ortiq talabalar tahsil olib kelmoqda va shuningdek 36 taga yaqin o'qituvchilar, ustozlar o'zini tajribasini, ilmlarini o'quvchilarga berib kelmoqda va bu shuni ko'rsatadiki, o'tgan yilga nisbatan 2025-yilda, ya'ni o'quv markazimizda faol talabalar soni 38% ga o'sish ko'rsatkichiga erishganligini belgilab beradi. Bu shunchaki raqamlar emas. Albatta, o'quv markazi bu marralarga erishishda birinchi o'rinda bizga ishonch bildirgan ota-onalar va shuningdek maqsad qilib kelgan o'quvchilar, natija qilgan talabalarimiz va shuningdek bugungi kunda faoliyat olib borayotgan bizni birdam jamoamiz sababchi bo'lishdi. 2025-yil biz va talabalarimiz uchun juda ham hosildor yil deb atasak bo'ladi. Sababi IELTS sertifikati bo'yicha ro'yxatdan o'tgan talabalarimiz jami 41 nafardan 21 nafar 6,5+ natijalardi va shuningdek 8 nafari 7+ natijalarni qo'lga kiritishdi. Bundan tashqari SEFR sertifikatimiz bo'yicha 150 dan ortiq talabalarimiz B2 va undan yuqori sertifikat darajalariga ega bo'lishdi. Bu ko'rsatkichda 2024-yilga nisbatan 43% bo'lsa, 2025-yilga kelib 79% talabalarimiz yaxshi yuqori va natijalarni qo'lga kiritib, o'quv markazida sifat darajalarini yuqori foizlarga oshirdi. 2024-yilda talabalarimiz natijasi umumiy 43% ko'rsatkich bo'lgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 79% ga o'sdi. Keyingi yilga ham rejalarimiz aniq. O'quv markazimiz xudo xolasa yana qo'shimcha bitta filialga egalik qilish va bundan tashqari 1200 nafar talabaga ta'lim berish, sifatli natijalarni ko'rsatishni oldimizga maqsad qilganmiz. Unik akademiya jamoasi o'z qadriyatlariga sodiq qolgan holda qadam-qadam marralarni zabt etib kelmoqda. Kuchli ichki tizim va servis esa yangilanib, o'quvchilar va ota-onalarga qulayliklar yaratib bermoqda. Kirib kelayotgan 2026-yil barchangizga sog'lik, salomatlik, omad va albatta rivoj olib kelsin. Tez orada ko'rishguncha.